jonli jonli jonli, hammasi jonli. Qoniqish degani meni nazarimda bu ijoddan to'xtash degani. Albatta qoniqmaymiz. Misol uchun mana bugun yozdik, ertaga eshitib ko'rsam agar o'zimga ma'qul bo'lmaydi shu zapislar. Ustozlarimiz aytishadi, shu ijroing ma'qul bo'lib o'zingga yoqqan kuning ijoddan to'xtagan kuning hisoblanadi deyshadi. Biz shuni qulog'imizga olganmiz, amal qilganmiz shunga. Agar oshiqligim aytsam, kuyib jonim jahon urtar. Bu ishq sirin bayon etsam, taqimul xon urtar. Kishiga o'tadin zarrayi yetsa bo'lur giryon, bo'lur besabr betoqat, yurak bag'ri hamon urtar. Bo'lur besabr betoqat, yurak bag'ri hamon urtar. Hayotimni jonon, sening vasfing bayon aylay. Hayotimni jonon, sening vasfing bayon aylay. Tilim lolu, ko'zim giryon, so'ngaklarni chinon urtar. Tilim lolu, ko'zim giryon, so'ngaklarni chinon urtar. Bu dar bilan xarob bo'ldim, kelib holimni so'rmaysan. Bu dar bilan xarob bo'ldim, kelib holimni so'rmaysan. G'amim boshqa, alam boshqa, yurakimni nihon urtar. G'amim boshqa, alam boshqa, yurakimni nihon urtar.
kishdi jovidan o'rtab. Agar oshiq qilmaysam kuyib jonim jahon o'rtab. O'zbekiston xalq artisti Murodjon Ahmedov tomonidan ijro etilgan bu o'rtar ashulasini ijro qilishimizga sabab birinchidan o'sha ustozning ijrolariga mahliyomiz. Ancha yildan beri u kishini ijodlaridan o'rin olgan o'sha ko'plab qo'shiqlarni, ashulalarni o'rganib ijro etishga harakat qilamiz. Bu o'rtar ashulasiga keladigan bo'lsak agar, o'sha o'rtar ashulasini mana misol uchun o'sha oltin merosdan o'rin olgan ko'plab ashulalarni aytishga harakat qilaman. O'sha radio fondiga yoki televideniya fondlariga yozib qoldirishga harakat qilaman, lekin shu o'rtar masalan konsertlarda yoki to'y hashamlarda ijro qilamiz o'rtar ashulasini, lekin biror marta yozishga jur'at qila olmaganmanki, shu qanaqangidir bir shunaqangi bir tuyg'u paydo bo'ldiki, shu o'rtar ashulasini shu jonli ijro loyihasiga aytib chiqsam, endi bilmayman u xalqimiz qanday qabul qiladi, lekin men uchun bu katta sharaf, bu o'rtar ashulasini aytish, chunki bu xalqimizni dilidan, o'sha qalbini tubidan joy olgan shoh asarlardan biri hisoblanadi. Jonimga do'st qadrdon ko'rmasam ko'nglim vayron. Tabarruk tanti inson, himmatimsiz onajon. Farzand deb dar topganim, to'rt tomonga chopganim, bu dunyoda topganim ey davlatimsiz onajon, ey davlatimsiz onajon. Bu dunyoda topganim davlatimsiz onajon, ey davlatimsiz onajon. Rizqim qator terilgan, yurak kadar berilgan, onam bor deb kerilgan, savlatimsiz onajon, ey savlatimsiz onajon. Onam bor deb kerilgan, savlatimsiz onajon, ey savlatimsiz onajon. Sizsiz qalb bo'sh yurakmas, sizsiz tilakmas. Menga jannat kerakmas, jannatimsiz onajon, jannatimsiz onajon. Yonimdasiz kun o'tib
san'atimsiz onajon ey san'atimsiz onajon qo'shiqlarim siz uchun san'atimsiz onajon ey san'atimsiz onajon jannatimsiz onajon davlatimsiz onajon davlatimsiz onajon. Ona bu dunyodagi men uchun eng bebaho zot. Onani til bilan ta'riflash juda ham qiyin. Misol uchun uni qalban o'zimiz his qilamiz, qanchalik darajada bizga ona kerak, qanchalik darajada shu onani mehridan biz to'yinib katta bo'lganmiz. Onani misol uchun mehribonchiligini biz boshqa joydan topa olmaymiz. Men juda ham ko'p izlandik o'sha ona ashulasini. Chunki juda ham ko'p so'zlardan foydalanishga harakat qildik. Ko'p shoirlarga murojaat qildik. Bu onajonim degan she'r Kamoliddin Shukur qalamlariga mansub. Shu ma'qul bo'lib O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Malik opamga ko'rsatib, ustoz mana shuni bir ashula qilsak qanaqa bo'lar ekan degan bir g'oya bilan borganimda o'zi anchadan beri orzuyimiz bor edi. Shu onajon haqida bir yaxshi she'r topsang, bir onaga bag'ishlab chiroyli bir ashula qilardik degan orzuyimiz bor edi ustoz bilan. Shu she'rni olib borganimda juda ham u kishiga ham ma'qul bo'lib, keyin shu taronani ishlashga harakat qildik. Müşkin qo'shin ya hayatim ulchash mijallon ustuna qatlim uchun nas keltirur yora nuni iltibos son ustuna nuni iltibos son ustuna qilg'i tomosha qomatim zebosi birla orazim gar ko'rmasang bulg'anin yora payvand shamshon ustuna payvand shamshon ustuna nozu ado g'amzasi
شوقی بلند شایده گل شام سهر بلبل دیگه ایلم یوز نوا من نو پریام مستنه یار یاره باشم غیاقم غم توشیارم mingdan biricha bo'lmag'oy yor yoray gardu agar men estum yog'dur safarim o'sna yor yoray شاگرم aylar چاقی تیتوت یمانو یخشنی
zağrına uşağın üstüne Ula zağrına uşağın üstüne Yaşaylara mumtoz asarlarimizdan shoh asarlar hisoblangan Firuz misol uchun Samarqand ushshog'i, Bozorgoniy, yana juda ham Shashmaqonimizda ham juda ham ko'plab asarlar bor. Masalan, Saraxbori dugohlar, Saraxbori navolar bor. Juda ham daqiqasi ham siz aytganday shu 20 daqiqaga, 20 daqiqadan oshadigan ashulalarimiz bor. Bu ashulalar baribir qo'rquv hissini paydo qiladi odamga, lekin bu qo'rquvni qachon yengish mumkin? Faqat mehnat bilan, mashq bilan, qachonki o'sha mehnat bilan shu etapdan o'ta olsangiz, o'shanda ijro qilish mumkin bu narsalarni. Menga ko'rgizib necha qatlak majoningda yuzda xolu zulfi dutovlaring Menga ko'rgizib necha qatlak majoningda yuzda xolu zulfi dutovlaring Yoshirib necha meni xastadin bo'yingdan nadir ipari bu ibolaring Borgilamano yetib o'zgalarga davolaring Qila boshlading menga zulmni kim voy voy Sitam etdi jabru jafolaring Ki vafo va'dalar aylabon bo'yingdan qani va'dalarga vafolaring Charog'ini har kishi desa o'zingni ham misolidim Yaqin anglagilki yo'q ogoh o'rgilamano necha xub o'zishtima oldim Menga yaxshiroq ko'rinur voy voy G'aming o'zgalarni ham misolidim Xolidan o'rgilamano Hosh ko'zini o'qday dolidim Senga ishq tuhmatin aylabon bo'yingdan Meni chaqdi yuzi qarolaring Oy aylanaman o'rgilamano Meni chaqdi yuzi qarolaring Necha qilmading ostamingni kam Bilib olg'amni ziyodini Mani rashku tayla kuydirib Berib o'zgalarning murodini Shohsen o'rgilamano eshit oshiqlarni dodini Ki firoq sinasin chokidan bo'yingdan Senga arz etar fuqarolaring Oh yoray elanaman o'rgilamano Senga arz etar fuqarolaring
hayratinga joningda sadaf gahar kabi qil gumon seni yodinga meni xotiram voy voy dedi ona guli guliston dilo jon fazliya nodon o'rgilamano senga muntazir ko'zini yoron hammadam ko'ngilda muhabbating o'rgilamano tuni kun tilamda duolaring oylanaman o'rgilamano tuni kun tilamda duolaring nozanina bizda o'sha Buxoro san'at bilim yurtida o'qib yurgan paytimizda ustozimiz Orif Atoyevni eslab o'tishim lozim, chunki o'sha Orif Atoyevdan biz o'sha Buxoro mavrigi turkumlarini o'rganganmiz. O'sha turkumlar orasida bu mavrigi ham mavjud edi. O'shanga hozir boshidagi o'sha shaxt joyi deydi, o'sha rezlik joyiga o'sha Hofiz Sheroziyni agar ko'nglimni shod etsa o'sha Sherozi janoni degan radif bilan boshlanadigan g'azalni qo'yishga nima qildik? O'zimizga ham ma'qul bo'ldi bu so'zni o'zi, chunki juda ham chuqur ma'noga ega bo'lgan so'z. Endi shu Buxorodan bo'lganimiz uchun albatta mavriga aytmasak agar bizni misol uchun kutib turgan xalqimiz bitta mavriga aytarding yaxshi bo'lardi degan takliflar ham bo'lgan. Bundan oldin ko'p ko'rsatuvlarda chiqqanimizda asosan shu Shashmaqomdan, o'zbek xalq kuylaridan, ashulalaridan ijro qilganman-da. Bunaqangi ko'rsatuvga meni nazarimda birinchi marta aytib chiqishim. Hey jon yoramon agar ko'nglimni shod etsa o'shal Sheroz janoni qaroq hovliga maqshetgum Samarqand Buxoro go'zal etding dur sochding yoqimli kuyla ey Hofiz falak nazminga gavhardek nisor etsun Surayyo Asir ayladı dilbar xarob ayladı yore Asir ayladı dilbar xarob ayladı yore Ul tulpaga sen bo'lsang bul tulpaga mayole Asir ayladı dilbar xarob ayladı yore Bog'ning gul sen bo'lsang separga bo'lay yore Asir ayladı dilbar xarob ayladı yore Separga bo'lib boshingga yosoya solay yore Asir ayladı dilbar xarob ayladı yore Daraxum aylasang o'zini sanga sadqa qilay yore Asir ayladı dilbar xarob ayladı yore Asir ayladı dilbar xarob ayladı yore Asir ayladı dilbar xarob ayladı yore Hay jon bog' sahnida qizigul qoshida sayrar bulbul sahnada qizilgul qoshida sayrar bulbul Latofat bog'ida tanholar ham nolunur hatto sahnada qizilgul qoshida sayrar bulbul Hamma go'zalligiga shaydo
Evvel servis umanım arzu Dişleridir dana erirler misal Yakıt olmaz göherim arzu Yakıt olmaz göherim arzu Hey can Hay hay yalale O'zbegimni qizlari Shahlo ekan ko'zlari Buxoroning qizlari Shirin ekan so'zlari So'zlarida boli bor Maydagina xoli bor Kokillari yarashgan Sochlari tarashgan Bu bazmi oshqona Qanday go'zal zamona Hoy hoy yalole Hoy hoy yalole Hoy hoy yalole Jonli ijroda odam shu ichidagi g'uborlari chiqib ketib qoladi-da. Lekin baribir o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Hozir mana ko'rib turibmiz, hammamiz qay darajada o'sha syomka jarayoni qiyin bo'lishini, lekin baribir o'ziga yarasha bir gashti bor, o'ziga yarasha zavqlari bor. Bundan o'sha hali nima deydi uni? Bugungi zapis tugab mana o'sha natijaga erishgandan keyin odam bir qanaqadir bir rohatga aylanib qoladi-da. O'sha holat o'sha zapis tugagani, o'sha zapisni unumli bo'lgani odamga rohat bag'ishlaydi. Bugungi kunim juda ham ajoyib o'tdi. Mana bugun ko'p do'stlarimiz bilan birgalikda uchrashishga muyassar bo'ldik. Qolaversa, mana shu jonli ijro zavqidan birgalashib bahramand bo'ldik.